shunaqa. Bitta bozorda rasxod turadi kutib. Bitta. Bu xonalar. O'ziga bitta pul yordam qilmagan, yoqib dimlaganmiz. Ha, hamma tomon aynan ekanda. Ha, bitta shunaqa. O partalarni qayerda sotasiz? Buni hozir aytdimku, bitta mebelda qilardi. Hozir faqat shkaflarimiz, bunaqa narsalarimiz shu bitta mebel chiqardi. Parta studiyasi emas, o'tgan yil Toshkentga olib, mana yangi maktabga. Keyin darrov o'rganib kelib, qoliplarni olib kelib, mana Xitoydan keladi. O'sha bitta diler orqali olib, o'zi qilib o'zi qiladi. Bitta mashkila olasiz Xitoydan yelini. Qolgan hammasini Xitoydan olib kelib, buni qolganini o'zi yasab, shu Kozmaka degan usta bor. Hammasini o'zi hisob-kitob qiladi. Mana 800 mingdan kishi kampir. Kishiliklarchalik maktabdagilar. Bular 1 million 100 ming, o'tgan yil 1 million 200 ming olganman Toshkentdan uylar. Endi bular o'sha masalan, moslash bu katta xonalar endi. Katta xona bor, kichkina xona bor. Bunda joydan yutasiz. 3 ta odam chiqsa kerak. Bu 3 kishilik bu. Sakatlarlar 2 metr, bu 2 metr chiqmaydi, 2 metr deydi 4 kishilik. Bular 3 kishilik. Joydan yutasiz. İki kişilik parta koysanız, mekanitte 2 kişilik şu an halasında 2 kişilik tutsa da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 so'dan ko'p so'rayapti hozir. Buni qanchadan qildirgansiz hozir? Bunisini bilmayman lekin ayni shu paytda qanchadan tushgan, chunki temirini boshqa odam yasaydi. Buni mebelchilar qiladi, mebelni boshqa joydan olib keladi, qilgan xizmatiga pul oladi bunga. Orqasiga suyanchi o'zi bilan ekanda. Keyingi suyanchi bo'laveradi. O'shasiga yaxshi. Bu yerda telefon ishlatishadimi? Bu yerda kelganda o'sha olib qo'yadi dasturxondan, keyin ketishda nima qiladi? Mana qilib, ular o'zlariga bezatmoqda mana qilgan. Bu narsalarni o'zi chiqarib berasiz? Ha, bular hammasi markaz qilgan, nimalarda ham markaz tomonidan qilinadi bular. O'qituvchi umuman bir so'm xarajat qilmaydi. O'qituvchi keladi, rasmiy taqdimlar ketadi. Bu necha o'rinli dedingiz? Markazni? Hozir. Sheflar qaraysizlar. Alaykum assalom. Alaykum assalom. Alaykum assalom. Ikkovlarini sonda shug'ullanib qoldi. Natijasi sar bo'ldi. Bitta o'quvchi sudga ketgan o'sha mana qo'shimcha ish qildi. Bitta o'quvchi yo'q, bitta o'quvchiga chiqaman dedi. Yaxshi o'qiyapsan? Charchamaydi. Endi chekalarni o'zlaring o'qimaganmizda? Yo'q. Tayyormidi shu demak? Yo'q, BTTPni aylanib korpus bo'lgan xolos. Poni xona o'zimiz bo'lganmiz. Mana materiallar bilan. O'zimiz qilganmiz. Qancha ketgan shu qurilishi? Buni ichi pena blok. Shu yergami endi bunga bir 3 yil oldin qilganman. Kecha bo'lmasa kitoblarimda yozib nima qilib chiqardim. Ana eski odamlar shu daftarga yozadi. Telegram. 462 million sarflagan ekanman. Remontini o'ziga. Konditsionerlar, buni partasi so'ldan tashqari. O'sha yili. O'sha yilda 2000 dang'ara boqchi ekanman. Adashibman. Dang'ara tillar ekanman. Qo'qon. Voyda, Uchko'prik. Dang'ara. 436 million boshida bitishiga. Keyin 86 million 447 ming kamera va konditsioner. 522 million bo'lgan ekan. 522 2023 yilda.
O'shanda 1 kilo go'sht narxi 95 ming, 85 ming, 90 ming atrofida bo'lgan. To'lov pullar o'shanda 250 ming so'm asosiy fanlar, majburiy fanlar 125 ming so'mdan bo'lgan. Dollar kursigacha. Dollar kurslarigacha o'zgaramiz. Chunki o'sha bir tezda bu qisqa vaqtda o'tgan, dollar kursi 220 ming bo'lgan ekan. Aliya. Asosdan bo'ldi, hozir bu ilkchi oshxonacha. Endi ustozlar kimdir albatta keladi. Kimdir doim ertalab ko'p qoladi ham bo'ladi, lekin qaysi vaqtda misol uchun boshqa joydan kelsa ham ovqatlanadi. Nimalar bo'ladi? Hali hozir Dang'ara o'quv markazida Musulmon shildarda ko'ramiz. Endi o'zi sizlar chiqib o'ynamasam. Hojatxona shekilli. Bu o'quv nima? Har markazning oshxonasi bor. Maqsad bu yerda ovqatlanish, hamma yo'q xarajatlar markaz hisobidan bo'ladi. O'qituvchiga hech qanaqa nimasi yo'q. Maqsad shu qolganda keladi, darsga ketavermasin. Oqibatli bo'lsin, birga aytsin, gaplashsin, kulishib birga o'tirsin. Shu yerga mehr qo'ysin. Kelib ishxona bo'lmasligi kerak-da, faqat ish. Kelib shu dam olib ular bilan guruh misol uchun 12 dars ko'rsa, kimniki 12 da boshlanadi, qolganlarniki 1:20 da boshlanadi. Shungacha ovqatlanib, nimadan o'tirib bitta povur qo'yganman. Povur shu bir mahal obedga ovqat qilib beradi. Keyin tozalayani ham shu ham qiladi. Ertalabki vaqt tozalanib qiladi, ovqatni boshlaydi. O'qituvchilar ovqatlantiradi, eshiklarni yuvib, keyin tozalayib qilib ketadi. O'quvchilarga berilmaydi. O'quvchiga yo'q, o'qituvchilarga faqat o'qituvchiga. Ba'zida endi ikkinchi qavatga kirish. Bajarmay ikki tomon. Pastdan ham chiqsa bo'ladimi? Orqa tomondan-da. Hozir bino bog'dan kirdik, orqa tomon. Necha o'rinli dedingiz o'quv markazida? Endi bu yerda ayni bitta o'rin yo'q. Ovqat divanlarni qo'yib qo'ydi, bir kun aytuvdim. Ba'zan yoqib o'tirganda, o'qituvchilar dam olganda joy yo'q. Misol qolgan markazlarda o'qituvchilar turib dam olganda joy qilganman. Bu yerda vaziyatdan kelib chiqib qilolmaganman. Shu pastga tushib bitta joy qilgan, endi charchasa, aytgan ichkaridan to'qib ketdi, shu bir soat qilib oladi, videoga qo'yib. Bu yerda eng katta o'qituvchilar qanchadan oylik oladi? Foiz ishlaydi. Necha foiz? 45, 35. 35, 45, kimda 50, 55 degan bor ingliz tillarda guruhda bolasan kamroq bo'ladi. Shuning uchun aytsa yuqori bo'lganlar 8 aytsa 60% oladi. 7,5 55%, 7 va nimalar 50%. Ingliz tili, kimyo biologiya majburiy fan. Hamma fan bor. Mana masalan, Неизвестная баня. mental balansi. Mental bor. Keyin bitta o'quvchi ko'payib ketib sig'magandan keyin tillarda asosan o'qib qolib chiqqanman alohida qilib. Hozirda ko'rsatib turibman. Mana xonalarda shu 63 kishilik. 63 kishilikdan demak 3 ta katta xona bor. Demak 60 endi hammaga to'plab o'qisa. Mana xonalarda endi 30 ta, 40 ta o'quvlar, 30 tadan hisoblasangiz qolganda 10 ta xona bor. 10 ta xonadan 3 tasi shunaqa katta xona, qolgan 6 tasi kichkina xona. Agar soatga bo'lgan hisobiga masalan arab tillar, mana ingliz tillarini bilan 1,5 soat, 2 soat almashaveradi. Shu hisobiga ayni paytda hozir mana shu markaz o'zida 1000 tosh o'quvchi o'qiyapti. Shu yerda. O'qituvchi nechta beradi? Masalan, kimyoda ayni paytda 4 ta. Biologiya 4 ta. Неизвестная баня. Aynan bitta o'qituvchi oyda topshiradi. Lekin ko'chmaydi. 20 tosh o'qituvchi. Shu markazda, narko markazda ikkovi bitta, tilla markazi alohida qilganmiz. Ikkovi bitta. Bitta ham 10 tacha bor edi. Hali. Bilmasan so'raydi. Rahmat. Yo'q. So'raydi. Aha.